Aziz yurtdoshlar, barchangizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng dahshatli qirg'in bo'lgan edi. Bu urush xalqimiz boshiga qanday talofatlar, behisob qurbonlar keltirganini el yurtimiz hech qachon unutmaydi. Urush arafasida O'zbekistonda 6,5 million aholi yashagan bo'lsa, shundan 1,500,000 ziyodi frontga safarbar etilgan. Mana shu raqamlar xalqimizning buyuk g'alabaga qo'shgan hissasidan katta dalolat beradi. Mustaqil vatanimiz ozodligi, el tinchligining yo'lida halok bo'lgan jasur harbiylarimizning nomlarini ham hurmat va ehtirom bilan esga olamiz. Спасибо вам за всю вашу отличную работу, которую вы проводите. Вы наш народ. 6 milliondan salgina ko'proq aholimiz bo'lgan bo'lsa, shulardan 2 millioni urushda qatnashgan. Bu sizlar Bütün O'zbekistonimizni gullab yashashiga katta hissa qo'shdingiz, muhtaram prezident. Берегите себя. Народ это ваш. Kecha kunduz yurasiz xalqim deb. Buni hammamiz bilamiz. bugun mana shu g'alabani 80 yillik bayramida sizlar bilan ko'rishib, timsollaringiz bizga namuna, har birimizga